Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana pasatga jarayonlari yakunlanib, avtobusimiz Moskvadan Toshkent shahriga ketishni boshlamoqda. Moskvadan Toshkentga reyslarimiz muntazam ravishda har kuni reyslar amalga oshiryapti. Bizda nafaqat O'zbekiston, Rossiya hamda Qozog'iston nomidagi avtobuslar bor. Avtobusning ichki holatiga kelsak, 51, 53, 60 yo'lovchiga mujassamlangan. Ushbu avtobusimiz 51 yo'lovchini o'z bag'riga oladi. Yo'lovchilardan mana fikrlarini bir qator so'raymiz. Assalomu alaykum, doda. Kelavering aka. Qandaysiz, amaki, yaxshimisiz? Allohga behisob shukur. Juda xursand bo'ldim. Mana bu yangi avtobuslarga minganim juda ham chiroyli. Hamyurtlarimiz sog' omon bo'lsin. Hammasi yaxshi, hamma sharoit bor. Sizinkilar yaxshi. Umuman minnatdormiz. Rahmat. Shunday sharoitlarni bizga qilib bergan muhtaram prezidentimizga avvalambor rahmat. Albatta, mana bu prezidentimiz tufayli biz oldin odamlar ketardi. Hozir ham bor Qozog'iston nomidagi avtobuslar, lekin oldin tikka turib ketgan shunaqa holatlar bo'lgan. Lekin mana muhtaram prezident tomonidan qo'yilgan tashabbus bilan qo'yilgan reyslar amalga oshirilmoqda. Haftada 2 kun, dushanba hamda payshanba kunlari O'zbekiston nomeridagi UzAvtoTranslans avtobuslari sizlarning xizmatinglarda. Avtobus haqida nima deysiz, ukajon, yaxshimisiz? Yaxshimiz. Avtobusimiz zo'r aka, hammaga tavsiya qilamiz. Tavsiya qilib kelsa bo'laver ekanmi? Kelsa bo'laveradi aka. Bemalol. Sharoitlari zo'r. Amaki, nima deysiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qayerdansiz? Farg'onadan. Farg'onadan. Avtobus qanaqa ekan holatlari? Shukur rahmat, zo'r. Tavsiya qilsa bo'laveradi. Ikkinchi reys, to'g'rimi? Biroz vaqt kechikdi, lekin ketyapsizlar 100%, to'g'rimi? Azizlar, mana shunday komfortabilniy avtobuslarda sizlarga xizmat ko'rsatayotganimizga mana ko'rishinglar mumkin. Xursandchiliklar bilan avtobusimiz shunaqa ketadi. Tanlovda adashmanglar, layklarni ayamanglar, kommentariyada izoh qoldiringlar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.